30-dekabrda tushgan yana chiroyli savollardan biri. 33, 34, 35-savollarni birda ko'ramiz. Xo'sh, bu yerda aytgan muntazam to'rt burchakli piramida berilgan. Ichiga yarim shar shunday chizilganki, yarim sharning tekis qismi piramida asosida yotadi, qolgan qismi esa ana bu apofemalarga urinadi degan. Keyin apofema va asos tekisligi orasidagi burchak mana bu yerda fi deb belgilashtiribdim. Fi 30 gradus degan. Piramida asosining tomoni va yarim sharning diametrining ayirmasi birga teng degan. Mana shular ma'lum bo'lsa, birinchi shartda 35-shartda radiusni topish kerak. 34-shartda urinish nuqtasidan piramida asosigacha bo'lgan masofani topish kerak. Biz buni chizmada EF deb belgilashtirdik va 35-shartda piramidaning hajmini topish kerak. Xo'sh, navbat bilan hammasini, asosining tomoni, balandligi, apofema hammasini biz nima bilan bog'laymiz? A bilan bog'laymiz. Mana bu tangiz qo'llasak, tangiz h ni a taqsim 2 ga nisbatan. O'z-o'zidan mana bu a bo'lsa, mana bu ham a taqsim 2, xullas mana masofa a taqsim 2, bu ham a taqsim 2 bo'ladi. Tangiz 30 gradusda ildizda 3 taqsim 3 ga teng. Bu 2h taqsim a bo'ladi. Mana shu yerda h qilib bo'lsak, h barobar ildizda 3 a taqsim 6 bo'ladi. Mana bu piramidamizni balandligi. Apofemani topish uchun xohlasak Pifagor qilamiz, xohlasak mana bu uchun kosinusni qo'llasak ham bo'ladi. Kosinus 30 gradus, kosinus 30 gradus zada a taqsim 2 ni f ga nisbat. Kosinus 30 gradusda ildizda 3 taqsim 2 a taqsim 2f bo'ladi. Ana bu yerda 2 lar qisqarib ketar ekan. F ni topsak agar a taqsim ildizda 3 bo'ladi. A taqsim ildizda 3 bo'ladi. Piramidamiz apofemasi topildi. Apofema bor, balandlik bor. Endi shar radiusni qanday topamiz? Mana bu masofa ham shar radiusi, mana bu masofa ham sharning radiusini beradi. Sharning radiusi mana bu urinish nuqtasi apofemaga uringanligi uchun, mana bu urinma bo'lganligi uchun urinma radiusga perpendikulyar bo'ladi. Mana bu uchburchakka e'tibor bersak, bu gipotenuzaga tushirilgan balandlik vazifasini bajaryapti. Gipotenuzaga tushirilgan balandlik qanday topiladi? Gipotenuzaga tushirilgan balandlik katetlar ko'paytmasini gipotenuzaga nisbatan. Xullas, mana bu yerdan R topib olsak, sharning radiusini topmoqchi bo'lsak, h bilan a taqsim 2 ni ko'paytiramizda apofemaga bo'lamiz, ya'ni f ga bo'lamiz. Endi o'rniga keltirib qo'ysak, mana h bizda bor. Ildizda 3 a taqsim 6 ko'paytirish a taqsim 2, apofemamiz a taqsim ildizda 3. A qisqarib ketadi bu yerdan to'liq nuqtadan. Mana bu suratga chiqsa 3 bo'ladi, bu bilan qisqarsa natija a taqsim 4 hosil bo'ladi. Demak, shar radiusi asos tomonining 4 dan 1 qismiga teng ekan. Mana bu shartga keltirib qo'yadigan bo'lsak, tomon va diametr ayirmasi 1 sm deb shartida berilgan, o'rniga qo'yib chiqamiz. O'rniga qo'yib chiqadigan bo'lsak, a minus 2r deyapti. Mana bu 9 metr. Radiusni 2 ga ko'paytirsak, bu a taqsim 2 ga teng bo'ladi. Teng nimaga? 1 ga. Bu a taqsim 2 bo'ladi. Shu yerda a ni topsak, a barobar 2 bilan a teng 2 bo'ladi. Piramida asosining tomoni 2. A shartga qaytamiz. A shartimiz shar radiusini toping degandi. Shar radiusi bizda a taqsim 4 ga teng bo'ldi. A taqsim 4. A ni joyiga 2 ni keltirib qo'ysak, 1 taqsim 2 ekan. Demak, 33-savolimiz javobi 1 taqsim 2 ekan. EF kesmani qanday topamiz? Mana EF kesma.
EF kesmani topish uchun mana bu katetni mana bu yoqdagi proyeksiyasi. Mana bu A' desak ham bo'ladi. Mana bu burchak bizada 30 gradusga teng. 30 gradusga teng edi. Kosinusni qo'llab topsa ham bo'ladi. Katetni gipotenuzadagi proyeksiyasini topish uchun o'sha katetni kvadratini gipotenuzaga bo'lish kerak edi. Mana bu o'sha Y, mana bu qandaydir K desak, YK kesmani topish uchun mana buni katetni kvadratini gipotenuzaga bo'lamiz. Ya'ni bu A kvadrat taqsim 4 bo'ladi. Gipotenuzamiz bizga F ga teng. F'imiz A taqsim ildizda 3. Bu holda ildizda 3 suratga chiqadida A ildizda 3 taqsim 4 bo'ladimi? YK kesmamiz A ildizda 3 taqsim 4 ekan. 30 gradus qarshisidagi katet bu YF bo'ladi. 30 gradus burchak qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng bo'lsa, demak YF kesmamizni topsak, YF kesmamiz bizada YK kesmani yarmi bo'ladi. Mana bu kesmani yarmi A ildizda 3 taqsim 8 bo'ladi. A ni joyiga 2 ni qo'yib tashlasak, ildizda 3 taqsim 4 degan natija bo'ladi. Demak, 34-savol javobi mana bu bo'ladi. Va oxirgi 35-shartimizda piramidaning hajmi so'ralgan. Piramidaning hajmi 1 taqsim 3 S asos ko'paytirish H. 1 taqsim 3 asosi kvadratdan iborat, tomonlari A dan bo'lganligi uchun yuzi A kvadrat bo'ladi. A ni o'rniga nima qo'ydik? 2 qo'ysak, 2 ning kvadrati ko'paytirish H joyiga mana H. A ni joyiga bunga 2 qo'ysak, ildizda 3 taqsim 3 bo'ladi. Bu holda soddalashtirib yozsak, 4 ildizda 3 taqsim 9 bo'ladi. Mana bu piramidamizning hajmi.